شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qardaşlar, biz bugün Sura Qaramın 254-cü ayətə gəldik. İlgirki ayətlərdən şunu düşündük ki, Allah subhanahu wa ta'ala qiyametke kadar dünyada yaxşılıqni davam qilish uchun özlüksüz peygamberlerine əvətib durdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin bo'lsa, davamlıq haqiqat üstüdeki kişiler, haqqni tavsiya qildigan kişiler davamlıq mavjud durdu. Haq ahli bilan batil ahlining o'tirida uzluksiz kurashlar bo'lib turdi. Bu orqali haq doimo o'tirg'a chiqadi, doimo yo'qolg'ili oz qolgan yerdan qaytadan ko'kirib dunyoga umumlashadi. Bu haqda so'zlab kelgandik. Bugungi oyatimizda Alloh subhanahu va taolo haqning umumlashishi uchun, hayotning go'zalligi uchun qurbonlik berish kerak. Qurbonlik berish ya jon bilan qurbonlik beramiz yoki mol ve başka maddi imkoniyatlarımız bilan qurbonlik beramiz. Allah subhanahu va taolo bugungi oyatda bizni dal shuni buyurib davotida astag'firu billah ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Yani ey müminler, sizlar biz sizlarga bergan imkoniyatlardan, rizqlardan chiqim qilinglar. Can bergan bo'lsak, joningni sarf qilinglar, mol bergan bo'lsak, malingni sarf qilinglar, sizlarga sihat bergan bo'lsak, sog'lomligingizdan foydalanib yaxshi ish qilinglar va boshqa imkoniyat bergan bo'lsak, butun imkoniyatlarning hammasidan foydalanib yaxshi qilinglar ki, savdo yo'q, almash to'g'ilmaydigan, do'stlik yo'q, birovning shafaati yo'q. Kun kelishdan ilgili bu fursatni tutib olinglar. Kafirlar haqiqatan o'ziga zulm qiluvchi. Hamda biz burunmi darslerimizde tilg'ab o'tgan Qur'oni Karimdagi har qatim iymon bilan qilingan nidodan keyin ya ayyuhallazina amanu ey mu'minlar degan nidodan keyin cho'qim bir vazifa qildiganligini bilamiz. Iymon etganlarga qarta umumdan kishilarga emas. Çünkü Allah vazifini özünü inkar qilganlarga qana qilmaydi, bermaydi. Vazifa bermaydi ularga, vazifa chekmaydi ularga. Vazifa elishninki birinchi qadami avval Allohga iymon aytish. Allohga iymon aytish, yani Alloh bilan iymonni to'xtamay tuzib bo'lgandan keyin Alloh bilan xitob qilinadigan doiraga kiradi. Allohning xitob doirasiga kiradi. Ya'ni bu yerda xuddi Allah şunaq da'vat qildiki, "Manga iymon etqinlar. Meni qonun chiqaruvchi deb e'tirof qilganlar, meni hakim deb e'tirof qilganlar, sizlarning manda ish qilishingni men xohlayman. Buni sizlarga buyurayman" degandek masala. Ya'ni bu yerdan qisqacha bir inchik hukmni birini olamizki, har qanday hukm iymon asosida bo'ladi. Bir ishni qilamiz. Nima uchun qilamiz? Allohga iymon etdik, Alloh buyurdi. Hargizmi buning hikmati oyitdi, buning hikmati ma'oyitdi degan mutlaqo hikmat borligi aniq. Chunki biz ishongan zot hakim zot bo'lib, hikmatsiz ish qilmaydi, hikmatsiz har qanday bir ishqa bizni buyurmaydi. Ammo biz buyurilgan har bir buyruq
bizning Alloh bilan bo'lgan iymoniy to'xtumimiz asosida bo'lgan bo'lg'achqa biz qanday ishni qilsak Allohga imoat qilishlik uchun qilamiz. Allah buyurganligimiz uchun qilamiz. Uning o hikmeti va yoki bu hikmeti tufaylidan emas. Balki bu ishni iymonni deb turib qilamiz. Natijada Allohning bizga marhamat, fazli marhamati asosida biz uning hikmetiga, uning foydasiga biz erishamiz. Masalan, haroq ichma dedi Alloh subhanahu va taolo. Biz Allohga bo'lgan iymonimiz tufaylidan haroq ichmaymiz. Bir doktor bir bemorni siz haroq ichsangiz darhol o'lib ketasiz. Haroq ichmangiz ziyonli degan bo'lsa, u tufaylidan ichmadi. To'g'ri, haroq ichmaganligi tufaylidan gunoh olmaydi. Haroq ichdi deb gunoh yozilmaydi. Ammo ikkolaningki ichmaslik asosimiz o'xshamaydi. Men Alloh qo'ygan iymon asosida ichmadim. O doktor to'sqanligi uchun qana qildi, ichmadi. Mening erishilganim Allohga aytgan iymonim asosidagi haroqning cheklanganligim uchun Alloh buyru to'sdi deb turib Allohning marhamatiga erishima shu haroqning ziynidan men o'xshash saqlanaman. Hamda oyatda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu o'xshash bizga shu iymonimizni asos qilib turib iymon asosida bizning bir vazifani qanaq va talab qilyotdi. Nima deydi? Chiqim qilinglar deydi. Lekin bu yerdagi ifodasiga qaragan vaqtimizda inchki bir ifoda bor. Allah sizlarning pulinglarni menga bermaydi. Balki men bergandim. Mimma razaqnakum degani men bergandim degan bo'ladi. Men bergandim chiqirsa, men bergandim sarf qilsa, men bergandim xaylaysa. Xayj degandimi kimga? Allohning hech nimaga ehtiyoji yo'qki, sana o'xshash kishilarga xaylaysa. Allah'ın bəgini degan noktaga shunday kallamiz yugurtgan vaqtimizda bizning erishgan bütün imkoniyatimiz, moddiy va boshqa har turli imkoniyatlarimizning hammasi harakat qilishdan keladi. Harakat qilishimiz bir energiyaga ehtiyojli. Energiya bir fikr tartibining orqasidan keladigan o'qim. Bu fikr kallamizga bu aqlni Alloh subhanahu va taolo biz yaratgan vaqt to'g'rilashtirgan. Beden a'zolarimiz kallamizdagi shu fikriningki turtkisida harakat qiladi, qo'l harakat qiladi, put harakat qiladi va biz shu qo'l put orqali qilayotgan bütün modda hammasi Alloh subhanahu va taoloninki bergan imkoniyatlar harakat qiladi. Bir misol olsak, qanday kasb olsak bo'ladi? Bir dehqon desak, dehqon Alloh bergan aqlni ishlatib, Alloh bergan kuch-quvvat bilan, Alloh bergan qo'llab Allohning maxluq bo'lgan zaminga Alloh yaratgan urug'ni solish orqali Alloh tushirib bergan suv bilan sug'urish orqali mahsulot qilishadi. Ya'ni inson mayli qaysi kasbdan, qaysi sohada bir narsaga erishsin, u narsa Alloh subhanahu va taolo bergan bo'ladi. Allohning berganidan birishga buyurilyapmiz. Bu bir. Ikkinchidan biz bergandimi kimga birimiz Allohga bermaymiz uni. Amaliy nuqtada Melkimiz bizga o'xshash yana bir miskinga birimiz. Allah hech nimaga ehtiyoj yo'q. Sura Zariyatninki 57-oyatda ma uridu minhum min rizqin va ma uridu ay yut'imun. Mening hech qanday rizqqa ehtiyojim yo'q. Men ularning menga yemeklik berishini istamayman deydi Alloh subhanahu va taolo. Hargiz va hargiz deb qolmasligimiz kerakki, miskin bilan bu kambag'allar nima chatoqi? Shuni bilishimiz kerak. Miskinlik, kambag'allik bir izzat, sharaf masalasi. Balkim bu izzat, bu masala ati o'g'in qo'pib bizga kap qilishi mumkin. Hargiz davomli biz aktiv holatda, davomli biralaydigan holatda, davomli biladigan holatda deb o'zimizni aldamasligimiz kerak. Faraz qilib baqish kerak. Kunlar kelib men bilmaydigan bir holat bo'lib qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu yerda deydi: "Sen boy vaqtingda miskinlarga ber. Biralaydigan vaqtingda ehtiyojlilarga ber. Kun kelib sen kambag'al bo'lib qolganingda, bilmaydigan bo'lib qolganingda boshqalar sana bersin."
Bugün ehtiyojliqlarning ehtiyoji qamdolsin ki kun kelib sen ehtiyojli bo'lib qolgan vaqtda sening ehtiyojingni boshqalar tarafidan qamdolsin. Bu orqali hayot temponglansin, hayot harakati normallashsin deyapti. Yani Allah subhanahu wa ta'ala rizq beradigan zot. Sana bergandek boshqalarga beraydi. Ahmetga bergandek Mehmetga beraydi. Ammo shundoq turib Allah subhanahu wa ta'ala bandalarninki o'zaro bir-biriga yordamlashishni talab qiladi. Nima ishqa? Sana bergandek uningga bersin bo'ladi. Yoki sana bermay uningga bersin bo'ladi. Bu yerdagi masala muhabbatninki ko'payish, muhabbatning umumlashishi, o'chmanlikning yo'qolishi chunki ojiz inson. Tabii ki aciz deb selini olganlarni, yetib olganlarni, hurullik qilib olganlarni yoki boshqalardan bir narsa so'rashni kesib qo'yganlarni ko'z tutmaymiz bu yerda. Aciz tabiiy aciz yani. Ha qildi qilolmadi. Ya o'zining jismoniy jihatdagi ajizlik va boshqa sabab tufaylidan aciz bo'lib qolganlarni. Bu aciz bo'lib qolganlar bu jamiyatdagi qo'l ilkidi ba qo'li kengri, ya'ni ixtisos iqtisodlik kishilarninki mas'uliyati. Allah subhanahu wa ta'ala sen aciz bo'lib qolgan vaqtingda sening mas'uliyatingni atrofidagilarning ustiga yuklagan. Endi sen bugun qo'l ilkingda ba iqtisodlik bo'lgan vaqtingda atrofingdagilarning mas'uliyatini sana qanday qilib yuklayotdi. Sen bir ish qilolmaydigan holat bo'lib qolgan vaqtida sen eğer bugün uzun iş kılalaysa, işlerin ekvatıda, ticaretin ekvatıda, kol ilikinde ba, sen başkalarını unutmasan, sen aciz olup kalkan vaxtıda seni başkalar kanda kılmaydı, unutmaydı. Demek bu yerde his duygunu paylaşsak, ortaklaşsak, sen özün aciz olup kalıp başkalar sana hehu degen his duygu. Yani sen iqtisodlik odam bo'lib, kuchlik qo'l ilikning nega sunsang o'sha yetadigan odam bo'lib, atrofingdagilar ojizlarni unutmagan vaqtga ularning his tuyg'usini o'ylagan vaqtingda hech kimga qanday qilmaydi, hasad qilmaydi. Hech kimga adovat qilmaydi, balki og'uchi bag'uchining kundan kunga ko'klishini ko'nglidan orzu qiladi. Hatto sen ojiz bo'lib qolsang, seni başına ahir birisi yülüse, sana yardım kılsa, sen qanday qilsa, sen onunla yaxşılık tilaysa, yaxşılık dua tilakda bulunsa, onun texmi taraqqiy qilishini istaysa. Bu orqali jamiyat o'zaro bir-biri bilan mustahkam bo'ladi, o'zaro bir-biriga kepillik kaporatlik qiladigan inoq bir jamiyat o'rtaga chiqadi. Herkes mutlaka ayeti davatqani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qıprana davatmaydı, ha, Allah'ın o'ziga. Bizde yok ki Allah heshimiga ehtiyojli emas. Balki Allah sizlarga bergandan o'zangliga birani davatdi. Chunki qashimizdagi ojiz qirinishimizga berganlik, o'zanga berganlik. Uning ustiga Allah men berdim, birishing kerak, lam demay. Bu xil birishni xuddi qarz olgan shaklda ifodalaydi Allah subhanahu va taolo. Sura Baqaraning biz oldingi darsimizda o'qigan oyatlarda 245-oyatda "Men zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan kaseera." Ya'ni bu Allah men berdim, birishing kerak desam, mushu tuyg'u bilan birishimiz kerak. Ammo Allah shuni davom etdi-ki, qarz berdi. Yani bende Allah'a qarz berdi. Allah hammaga rizq beruvchi zot. Bu yerda qarz o'qimini nimishqa ishiltidi? Bu yerda biz shuni o'qishimiz bilishimiz uchunki, shu o'qimni kallamizga singdirishimiz uchunki, menga aslab qaytadi. Bu o'qim cho'qim kallamizda bo'lishi kerak. Bir qurush xajlagan vaqtimizda, bir tiyin xajlagan vaqtimizda mushuning aslab qaytadiganligimiz zihnimizda bo'lsin bizga. Ya dünyada ameli maddi noktadan qaytıdı ya ahirette cennet bilan qaytıdı. İkisi bizga nisbatan eng muhim mukofotlar hisobda. Endi beni ma'uqubni Allah nazardan saqit qilmaydi. Berganimiz o'zi qarz bekor ketmaydi. Ya'ni qarz olimiz degan gapda ma'tuyg'u bo'lish kerak yani. Oyatning oxiridagi من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Yani
hech qanday so'd yo'q, do'stlik yo'q, shafaat yo'q. Kunisi kelishdan ilgari qanaqa qilinglar, chiqim qilinglar deb Allah subhanahu va taolo ig'ir shaklda bir ogohlantirish beryapti bizga. La bay'un. İnsan dunyoda yashash orqali, dunyoda yashashning shakli insonda. İnsan mal dunyo to'playdi. Mal dunyoni masalan pul deyli, oltin, kumush deyli, o'z ehtiyojli narsalarga almashtiradi. Buni biz odatda savdo deymiz. Savdo deganning xarakteri pulni ehtiyojli narsaga qanaqa qilish, almashtirish. Menda pul bor, ehtiyojli, men nonga ehtiyojli nonni almashtirma, kiyimga ehtiyojli kiyimga almashtirma, nimaga ehtiyojli bo'lsa, shunga almashtirma. Endi inson dunyodagi shu xarakter kallasiga kirib o'ylayolmasinki, qiyomat kunisi shunda bir almashtirish fursati bo'ladimi? Dunyoda to'plagan mol-mulklarimiz bilan qiyomatda jannatni setib olganlarmi? Gunohlarimizni setib olganlarmi? Pul orqali dunyodagi o'xshash. Yana almashtirish imkoniyati bo'ladimi? Alloh buni keskin qildi ekan. La bayon. Ma dunyodagi tafakkur dunyoda qoladi. Tugudi ma dunyodagi ish. Oxirat ayrim bir dunyo. O dunyoda bu xil ish aslo va aslo bo'lmaydi. İkinci, Allah inkar qilgan bir ahvol qiyomatda wala xulla. Do'stlik, aloqa. Dunyoda ma'lum aloqalar bilan ma'lum ishlar bo'ladi. Ma'lum ishlarimizni aloqalar bilan yurishtiramiz. Ya tuqqunimiz, ya u yoki bu bo'ladi. Oxiratda mashta bo'lib qoladimi? Aslo va aslo mumkin emas. Har odam o'zining ahvoli bilan mashg'ul. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni, o'ziga yetarlik bir xafaliq ahvol bo'ldi. O vaqtda anasıdınmı, dadısıdınmı, ayal, balavaqa, tuqqanlar hammasini tashlab o'z yo'lidan bilan bo'lib. Shunga ma'qul iste ne savdo setiq yo'q, ele setish yo'q, ne xulla, do'stlik, munosabat yo'q. Va eng oxirgisi wala shafa'a. Ya'ni birovlari shafaat qilish orqali bir ish qiladigan ahvolmi ham bo'lmaydi. Ya'ni bu ishning hammani Alloh subhanahu va taolo taqvo etib berdi. İnsan dunyoviy tafakkur bilan o'ylab qilish ehtimoli bo'lgan tarafning hammani taqidi. Ya'ni qiyomatda ne sen bir narsa duoqadek qilolmaydi, ne boshqalarning sana satqidek melolmaydi, ne sana shafaqat qilib ishlarini yurishtirib bergidek yoki seni xafaqatdan qutqizadek do'sting olmaydi, ne shafaat bo'lmaydi. Shafaat bo'ladi degan taqdirda Allah'ın izniga qarashliq shafaat bo'ladi. O Allah'ın ilkida xoliqallohga beradi, xoliqallohga qana qilmaydi. Demak, mashtab rukun qildi oldinlarda. Dunyodagi o'y, xiyol, tafakkurlarni cho'rib tashlanglar. Va dunyoning prinsipiga o'xshamaydigan prinsip sizlar shu kun kelishdan ilgari ma fursatni tutib olinglar. Chunki hayotga kelishdagi vazifanglar insonningki dunyoda bir ish qilish. Bir ish qiladi. Hayotni güzelleştiriyorlar. Cemiyetga tuhfa qo'shilinglar. Atrofdagi kishilarga yordam qilaveringlar. O'zingizning joni bilan, mollaringlar bilan qurbonlik beringlar. Ma bu fursat imkoniyatingizni sarf qilaveringlar. Buning hammasi bugun sizlarga ochiq bu eshik qiyomat kunisi ma buyuk kunda sizlar xiyolinglarda manda qilamiz, anda qilamiz. Ya ayollar, mayollar bo'lgan bilan boshqa ketyapti. Manda tuyg'u eg'izda qilinmagan bilan nurg'u odamning kallasida dunyoda ishimiz boshqa shaklda ketib boradi. Bilmayman, binasi bular qat'iy o'nda olmaydi. Qiyomatda butun ishlarning hammasi taqiladi. Illoki sening ixlos bilan qilgan har bir ishing dunyoda, jamiyatga qo'shgan har bir tuhfang, atrofdagi qarindoshlaring qilgan har bir yaxshiliqing, demak sarf qilgan har bir imkoniyating oldinga sening amaling olib chiqadi, qilgan ishing olib chiqadi, nijotlik kiming olib chiqadi, undan boshqa fursatning aslo va aslo bo'lmaydi. Endi net uch ogohlantirish berilyapti Qur'onda. Qiladigan ishlarga mao. Undan boshqa fursatning yo'q sizning da'vatida. Undan boshqa fursatning yo'q qiyomat kunisi. Bugun qilib olinglar da'vatida. Endi mushu ogohlantirish aniq kelib turib
Şu agahlandırış bilen birge qilish imkoniyatimiz bor turib qilmagan bo'lsak, vel kafiruna humul zalimun ki kafirlar. Dünyada başka yol tutqanlar, özge en qana qilganlar, zulm qilganlar. Sonra 254. ayet tugudi. Hamda biz bir qur aldığa yo'tkelsek, Allah subhanahu va taala payg'ambarlar haqida so'zlagan bo'ldi. Hayotdagi to'pning oralaridagi ixtilof haqida, ya'ni yomonlik to'pi bilan yaxshilik to'pining o'rtasidagi yuz beradigan ixtilof, urush, kurashlar haqida, haqiqatni o'rtaga chiqarish, yaxshilikni umumlashtirish uchun. Ondan keyin sarf qilish haqida so'zlar keldi ilgirki oyatlarda. Endi bundan keyingi 255-oyatda iymon tasavvuri, aqida asosini bizga izohlayapti. Tarixdan buyon kelgan payg'ambarlarning hammasi mushu nuqtani oydinlashtirish uchun, mushu nuqtani muqarrarlashtirish uchun kelgan. Bugungi darsimiz bizga shuni da'vatidi. 255-oyat. Yani hammalar bilamiz, her namazlarımızdan keyin o'qiymiz. Cho'ng biladigan bir oyat, Ayatul Kursi. Yani Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi'de bir kadar tefsilatla kengre. Bugünkü dersimizde Allah'ın fazlıyla tükütemezsek yerimini kele saatlik dersimizde koyumuz. Herhalde Allah'ın yardımıyla başlayımız. Aldı bilen Ayatul Kursi'nin sizlerge kıskıgını bir tercüme kılıp versem. Ayetning 5'i Allah degan bir kalimadan boshlandi. Bu bir nida. Allah. La ilaha illa huwa. Şu Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah daima tirik, bütün işlerini idare qilib turg'uvchi, el-qayyum idare qilib turg'uvchi, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah'ni hiç mügüdeş, hiç uyku tutmaydı. Asman zemindeki barcha mahlukatlar, barcha canlılık, barcha şeylerin hepsi Allah'a ait. Allah'ın iznisiz hiç kim şefaat kılanmaydı. Allah aldıdaki ve keyindeki, yani real dünyanın barlık tefsilatlarını ve keyindeki gayb dünyanın bütün işlerini Allah biliyordu. Allah'ın ilmini Allah halıkan dairede insanlar bilaleydi, onun için bilenmeydi. Allah'ın kursisi asman zeminin hemini ölçügeli kılıp, Allah asman zeminini saklaş eğri kenmeydi. Allah heminin büyük ve heminin katıdır. Hem de Allahu la ilahe illa huve degen ayette toxtalgan vaktimizde Allah degen söz vacibeli vücut boğan Allah subhanahu ve ta'ala'nın has ismi. Allah degenimizde zihnimizde Allah'tan başka hiç kim kelmeydi. Allah degan bu isim emniyette dunyoga e'lon qilingan bir jang. Dunyoga e'lon qilingan bir jang. Dunyoda Allohni inkor qiladigan nurg'un insonlar bor. Alloh qarshi chiqqan nurg'un insonlar bor. Dinsiz nurg'un insonlar bor. Alloh degan xurofot hukm deydi. Allohga ishonmaydi, inkor qiladi yo'q. Ammo hech kim ta hozirga qadar o'zini Alloh deb atashga jur'at qilmadi. Nimişqa? Çünkü bu Allah'ın ilan qilgan bir jangi bu. Hech kim bu tecrübenin qurboni bo'lib ketgisi yo'q. Jur'at qilolmaydi. Allah'ni inkor qilgan şu insonlar agar bugun jur'at qilib birisi o'tirib chiqib baqsin, men o'zimga Alloh deb ism qo'ydim deb baqsin, asla qilolmaydi. Bu bir jang vaqirindashlar. Tarixdan bu yana, bugunlam emas, tarixdan bu yana va kelgusida mana bugun dinga til uzatganlar Allah'ni inkar qilayotganlar chiqib maydonga men o'zimning ismini bugundan tortib Allohga o'zim deb baqsin, asla qilolmaydi. Şu oyatning boshida Allah degan bir jang shaklida maydonga chaqiryapti. Allah da'vatidi.
Qani, mayli qanchalik dinsizlar va qanchalik kufrlar va qanchalik mushriklar va bu tajribani qilib baqsin. O'zini Alloh deb atab baqsin, biz deymizki qilolmaysizlar. Qilolmaydi. Endi Alloh degan bütün mukammallik sifat sahibi bo'lgan zotning ismi, mushu ism orqali jang e'lon qilinib, bir ogohlantirish, bir e'lon qilinib bo'lgandan keyin asosiy masalaga keldik. Asosiy masala la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa da biz tarjima qilgan vaqtda Allohdan boshqa iloh yo'q deb tarjima qildik. Bumu yana bir jang. Yani bir jang e'loni amaliyotda. La ilaha illallohninki bir jang e'loni dedik ya, Allohdan boshqa iloh yo'q deb bir hukm dedik. Delil isboti üzgü chiqib turdi. Ya'ni la ilaha illalloh degan bu kalima, bu so'z, bu jumla ikki bo'lakdan tarkib topgan. Birisi bulusiz bo'lak. Yana birisi buluşluq bo'lak. Bulusiz bilakda bütün ilahlarning hammini inkor qilib, yo'qlan deydi. Allohdan boshqa hech qanday iloh deydigan narsa yo'q. Lojosi chiqib baqsin maydonga deydi. Üzem yaratdim deb birisi chiqib baqsin. Osmon zamin nima yaratdim deb birisi chiqib baqsin. Anima yaratdim, manima yaratdim chiqib baqsin. Yo'qlan. Bu yerda ilahlarning hammasini yo'q deblan yo'qligiga jang e'lon qilyapti. Bu bir. Yani bulusiz tarafi bu. Buluşluq tarafı Allah subhanahu wa ta'ala men badavatıdır. Allah badavatıdır. Allah özünü ilan kıldı. İnsanlardan birisini el çıkıp biz insanlara öğretti. Malaika olan olsak malaika öğretti. İnsan boğalık için bendilerinin için birini tallab bizge uluğa haber kılgan menba, men ilah, men Allah, men onu yaratkan, men asman zamanını yarattım, cennet do'zaxni yarattım, sizning dunyo va oxiratdagi bütün kelgusilar mening ilkimda, men tarafdan keldinglar, men tarafga qaytisizlar deb e'lon qilyapti. Va e'lon qilish bilan birga mendan boshqa hech qanday iloh yo'q deb e'lon qilyapti. Ya'ni buning o'zidan bu bir e'lon bo'lishdan boshqa delili üzülen billikken e'lon. Mesela tugidi buni bilan. Mesela qanday tugidi? Endi nocho'si kim chiqsa bo'ladi? Allah men yaratdim, yaratquchi deb o'tirib chiqdi ya. Bendilerden birini avatdi ya. Yeni birisi o'tirib chiqib deb baqsin. Men yaratdim deb baqsin. O'tirib chiqib baqmadi hozirga qadar. Boshqa sur Isro'ninki 42-43 oyatlarda qul law kana ma'ahu aliha kama yaqulun. Onu da'vo qilganda Alloh bilan boshqa iloh buldiga sho'p qolsa, ular zil arshi tarafga yo'l izlaydi degani cho'qim Alloh tarafiga o'ylab baqinglar. Ikki odam biz misol olaylik. Bir narsa talashib qolgan vaqtida nima talashsa, ikki taraf bir-birini izlaydi. Ko'rishdi. To'qinish paydo bo'ldi. U uni inkor qildi, bu oxirida kurash chiqadi turgan. Birisi g'olib, birisi mag'lub bo'ladi. Tamam. Başka Allah'tan başka ilah ne? Dava kılsın. Ta hazır kadar Allah'a karşı ortaya çıkan hiç kimse bakmadı. Eğer aşağı bir güç boğan bolsa, Allah'ın kaşık verip, Allah'ın ilahlığına kana kılıp, inkar kılıp, sen ilah emas, biz ilah deb talışattı. Oturdu nem peyda olattı, can peyda olattı. Belki birileri, yeni birilerine mağlup kılıp, g'olib bo'lgan, mag'lublar yo'qolgan bo'ladi. Halbuki hech nima paydo bo'lmadi. Hozirga qadar Allohdan ilohlik talashgan birma talash qiluvchi tepilmadi. Shunga deymiz oyatning oxirida subhanahu va taala amma yaqulun uluwan kabira. Alloh degan gapdan pokdir. La ilaha illallohdir ki Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Mesela deylik, biz bir sorunda oturup birden kapçık tepip aldık. Tepelip bu kapçık kimnin desek? Hiç kim mening demey birisi mening degan bolsa, hiç kim ondan talaşmagan bolsa, hammasi bor shu sorunda. Kapçık qo'limizda, ma kapçık kimning degan bolsa, oturdan birisi Mehmet ya Ahmet'in birisi chiqib, ma kapçık mening desa, o'tag'alardan hech kim ya mening demagan bolsa,
biz %200% şuna jazm qilamiz ki bu qapçıq şuna. Şuna o'xshash bir masala. Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa dedi. Yani Allahu la ilaha illa huwa dedi. Allah'tan başka ilah yok dedi. Menba başkaları yok dedi. Hazır kadar birisi çıkıp yok sen olsan menba dep bakmadı. Mesele bilen tügedi degan gap. Özü bir nida, özü bir e'lon, özü bir xitob, delil paketi özü bilan billa. Yani Allah özününki bütün şeylerinki ilahi işkellikini ve ibadatga loyiq ekanligini buyruğunki icra qilishga loyiq, to'sqan cheklamalariniki ijro qilishga loyiq zot ekanligini o'rtaga qo'yib mana men shu zot da'vatidi. Hech kim talashib boqmadi. Endi musha kelgan vaqtida ibodat masalasining gapi chiqib qoldi. La ilaha illallohdan. Ibodat qanday huquq? Birovlar kelib ibodat degan shu namoz, zakat, islomning asosi bo'lgan la ilaha illalloh, namoz, zakat, haj, zakat. Bu desa biz buni o'ylamaymiz. Biz mishada islomning hammasimi yoki g'ulumi degan nuqtada biroz tushunishmagan bir masala bor. Biz deymizki, bizning tushunchamiz shuki, tilga ilingan namoz, zakat, haj, ro'za degan qatorliq amal ibodatlarning hammasi islomiy bir muhit shakllantirishdagi asosiy g'ul, islomning asosi emas. Har qanday bir mavjudot ikki xil narsa asosida bo'ladi. Birisi g'ul, har qanday bir imorat, birisi usti qurilish. Bular asti qurilish bular. Anda olsa islomning usti qurilish nima? Ma'lum bo'lmasa islom bo'lmaydiganlik rost. Ammo mushulu bulash bilanlar islomning hammasi shakllanadi degan bo'lmaydi. Islomning usti qurilish nima anda olsa, insonning Allohga la ilaha illallohdan Alloh ibodat qilishga tegishli zoti yo'q ya. İnsanning Alloh ibodat qilgani nima? Nima bilan ibodat qilgan bo'ladi? Mushu 5 ish ibodatmi? Bunda mak ibodat qilganmi? Desa, Surah Hud'ning 61-oyati bizga nisbatan bir yo'l boshlovchi bo'ladi. Huvallazi ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. İnsanning yaratilishi seninle avat qilish maqsad yaratilgan. Hayotda inson qilgan har bir ish shu 5 ish asosidan bo'ladi ekan. 5 ishni qilib o'tib turib qilgan, shuning asosiga, shunga bog'lab, shunga tayinib turib qilgan har qanday ish ibodat. Hargizmi namoz yoki zakat yoki ro'za bular ibodat, qolganlari ibodat emas. Bu 5 ibodatning boshlanish asosi, lekin insonning hayot qilgan har ishi ibodat. Kimlardir oldimizga chiqib biz degan abidlar biz namoz o'qiymiz, zakat tutamiz, kechlikda qiyom qilamiz, masjidda o'tirib duo qilamiz, tasbih o'qiymiz, boshqa ish qilmaymiz. Desa, biz bularni inkor bu ibodat emas, sizlarni qotqon. Butun ibodat emas, islomning hammasi emas. Chunki savol so'g'imiz tilda bo'ladin. Kunda namoz qanchalik vaqtni oladi? 1 soatda butun namozni o'qiydi. Ya'ni 24 soatning 1 soat vaqt. Roza 12 oy ichidagi 1 oy. Zakat desa yil 365 kun ichida bir kunni bir bo'g'iladigan ish. Haj desa umrining ichida 10 kun. Bir oy bo'lmaydigan vaqt, bir hayot ichida. Undan boshqa vaqt yo'q. Agar sen mushning hammasi mening hayotim, mushning hammasi men qilgan ibodat, undan boshqa ibodat qilmayman desang, hayotingning qolgan vaqtlarida qanday qilasan? Hayotingning mingdan bir emas, umumiy nuqtadan solishtirilsa. Qolgan vaqtlarda-chi? Bu yerda bir nuqta bor. İnson hayotga kelib, ibodatdan qaytdika, vasta'marakum fiha. Hayotning go'zallishi uchun mangan har qadam ibodat. Boshqa narsa misol olmaylik, biz yeyotgan qo'limizga bir parcha nonni misol olsak. Mushu nonning, mushu qo'limizga non bo'lib yetib kelish uchun besib turgan bir jarayon bor. Yerlarning hozirlanishi, urug'ning silinishi, sug'urilishi, ziraat undirilishi, parvarish qilinishi, sug'urilishi, ularning hosullab yig'ilishi, ondan keyin bug'doy bo'lishi, o zavodlarning ijod qilinishi qarang. Ayami bor. Zavodlarning ijod qilinishi,
buğdayını zavodlarda izib un qilib ayrilishlar. Andan buni yoqadigan tunurlarning ijod qilinishi, bugungi zamondagidek elektronlik tunurlar. Mushundan butun munosabat bir parcha nonning qulonga chiqish uchun ya terish tajribasi, texnikasi, kuch, buğdayni soqadigan, un qilib aylantiradigan zavodlarning ijod qilinib, kashf qilinib ajoyib ko'p emgaklar borki, butun emgaklarning hammasi hayotlikni saqlab, bir-biridan nonni yeb hayotlikni saqlab qolish uchun. Yani inson hayotda bu qadar emgaklarni qiladi, bu qadar to'plarni qo'shadi. 5 asos ustidan bo'lsa agar mushqilayotgan ishi hammasi ibodat. Endi sen xuddi sening qo'lingga bir parcha nonning chiqib hayotingning saqlanib qolishi uchun qanchalar inson emgak qilib, qanchalar vaqt, qanchalar kuchlar sarf qilingan bo'lsa, sen boshqalarning qo'liga shu bir parcha nonning chiqishi uchun bir ishlarni qilishing kerak, shu sening ibodating. Bir nonni misol oldik. Üstümüz kiyotgan kiyim, menayotgan qatnashlarimiz masalan, o'tirayotgan uylarimiz, o'tirayotgan uyimizning uy holatiga kelish uchun qanchalik kuch ketdi, uning ishlatgan temir, uning ishlatgan sement va boshqa ishlar degili tursanglar, necha ming kishilik ajr uningga singan bo'ladi. Sening uyda o'tirishing uchun. Menayotgan mashina olmoq uchun aş dastlab necha yil ilgari shuning tunji bosqichlari elinishdan ta hozir bir mashina oldinga shakllanib kelganga qadar, mashina minigidek bir holat kelgan qadar besib o'tgan bosqichlarda necha ming odamning, balki necha yuz ming odamning qon teri va nurg'un vaqt, nurg'un energiya, nurg'un kuch sarf qilinadi. Nimishqa? Nima mashina minish uchun. Demek sen üçün başqalar işleydiğen, sen kimdin sen? Sen şu namazını oku, rozanı tutup, mesleğinden çıkmaya otursan, bütün insanlar sana işleyecek sen kimdin? Dünya onda dünya emez. Allah onda yaratmadı insanı. İnsanlar çokum işleyiş gerek. Hayatını güllendiriş gerek. Hayatının gülleniş için tövbe okuş gerek, kademeliş gerek. Muşlarının hemisi ibadet. İnsanın ki dünyaya gelişinin asası sebebi bu. İnsanı tunca yaratkan vakti mi? Halifeten. İnni ca'iluke fil ard. Halife dedi yani. Ziminde halife degeni, ziminin işlerini yürütüdüğü adam degen gep. Ziminni avat kılıdığan adam degen gep. Bizni ziminde uğurlaştırılışı. Allah subhanahu wa ta'ala uğurlaştırılışı. Bizning söz sahibi oluşumuz ziminde. Zimindeki bütün imkaniyetlerinin biz için hizmet kılışı, bizninki ziminni avat kılışımız. Biz işleyişimiz gerek, kademeleş gerek. Şu arkalı bizning ibadet hukumumuz toluqlanıdı. Herkes 5 türlü İslam asası, İslamның hemmisi emas, belki İslamның asası o, huli o. Şunlar qilib, qolganini qilmayman degan inson İslamның hulini qilgan bo'ladi, ustini qilmagan bo'ladi. İslamның bir bütünlüki 5 asas hulga tayangan hayotdagi ebrishlik bütün hareketler. Sen xuddi boshqalar sen uchun ishlagandek, sen bu boshqalar uchun qanday qilishing kerak, ishlashing kerak. Hem biz oyatning 5'ida Allah sözünü Allah'ınki xas isimlerden birisi, bütün esma sıfatlarının hemmini üzgün mücessem kılan zatqa qarıtılı tutup, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ondan başka biz biladigan ve biz bilmeydigan Allah özünün ilmini saklap kalgan nurgun isimler var. Biz Kur'an'dan, hadislerden Allah'ın nurgun esma sıfatlarını bildik. Öyle kalmasımız gerek ki şu Kur'an hadisteki Allah'ın esma sıfatları, Allah'ın esma sıfatları demeslikimiz gerek. Fakat o Allah'ın ki bizge bildiğini xalas. Allah'ın ki biz bilmeydiğen öz ilmideki nurgun isim esma sıfatları bu şekilde düşünüş gerek. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala özüge bir kısım sıfatlarını isim qilib tayinlagan bo'lib, maxluqlarımı bizlarmi bu xil sıfatlarni qo'lga olaymiz. Masalan, al-Qadir degan sıfatı Allah'ınki
bizmi ba'zi ishlarni qila olamiz. Bu nuqtadan biz qodir deb atalsak bo'ladi. El-Qodir degan Allohning sifati, ammo qodir deb atalsak bo'ladi. Allohga o'ziga xos sifatlardan boshqa umum sifat bo'ladi. Ondan keyin undan boshqa Allohning asmo sifatlarining ichida qarshisi bor. Sifatlar bor. Masalan, Allohning muhyi deb, tirildiruvchi deb sifati bor. Bunun qarshisi mumit, jannog'uchi, muiz, aziz qo'g'ish deb sifati bor. Bunun qarshisi mudil, xor qo'g'ish degan bo'ladi. Ko'pincha bunda sifatlar ta'siri boshqalarda tepiladigan ishlar bo'lib, biz buni odatda sifatul fi'li deymiz, yani ish harakatdan shakllangan sifat. Yana bir bilik sifatlar borki, buning qarshisi yo'q. Masalan, Allohniki hay, tirik degan sifati bor, buning qarshisi yo'q. Bu Allohniki zotining sifati. Bu shaklda qanday qilish tushunib olish kerak. Anikin yana qaytadan shu oyatdan Allohu la ilaha illa huwa degan oyatiga qaragan vaqtimizda shu oyatning o'zi, bir jumlaning o'zi bizga yuqorqi ma'nolardan boshqa tavhid uqumini beradi. Yuqorqi so'zlagan so'zlarimizda bor, ammo hozir bir yig'inchoqlab xulosalaylik. Tavhid uqumi nima desa, Allohni yakkigani bilish. Chunki biz oldimizda degandek, bu yerda boshqa ilohlarning hammani inkor qildi. Faqat va faqat kimni qo'ydi? Allohni qo'ydi. Arabcha bildiganlar mush la ilaha illalloh ki illoh so'zi g'ayri ma'nisi ekanligini biladi. Ya'ni din boshqa deb tarjima qilamiz. Ya'ni Alloh din boshqa butun iloh deb oti velinganlarning hammani qanaqa qiladi? Inkor qiladi. Bu yerda Alloh ilohlik hukumida, ilohlik ifodasida yolg'iz bir qoldi. Bu yerdan tavhid nimasi chiqadi? Hukumi chiqadi. Dersimizdeki sure ayatul kursi bir ayet. Tefsirler sel köp boğaçqa bugün dersimizni Allahu la ilahe illa huve de toxtutimiz. İnşallah kila saatlik dersimiz El hayyul qayyum deke el hay degen sifatin başlandı. Allah nasip kılsa kila saatte ayetinin ahirini davamlaştırımız. Hammalarni kila saatda ko'rishgacha Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.